Bu skuterimiz modeli V5 deb ataladi. Xalq tili bilan aytganda Monster modelimiz. Bu modelimiz 6 soatdan 7 soatda oralig'ida to'liq quvvatlanadi va siz bu quvvat bilan 90 dan 120 km/gacha bo'lgan masofani bemalol bosib o'tolasiz. Aytgancha motor quvvati 1000 Watt, maksimal tezligi 45 km/soatiga. Maksimal yuk ko'tarishi qancha deydigan bo'lsangiz, 150 kg gacha bo'lgan yukni bemalol ko'tariladi. Orqasida aytgancha bu skuterimiz narxini hozir aytib qo'ya qolay, keyin bonuslarini sizlarga sanab beraman. 680 dollarga nimalar bo'ladi ichida? Mana bunaqa kattagina, ana kuryerlik qilamiz degan, kuryerlik qilishni xohlagan akalarimizga mana bunaqa kattagina ichini ham oling, ko'rsating. Mana so'mkasi qo'shib beriladi. Bundan tashqari mana bunaqa